O'zbekiston milliy terma jamoasi Al-Ayn kubogi g'olibi bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Ayn shahrida bo'lib o'tgan Al-Ayn Cup futbol turniri finalida O'zbekiston milliy terma jamoasi Eron bilan bahs olib bordi. Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmadi. Penaltilar seriyasida esa hamyurtlarimiz 4-3 hisobida g'alaba qozonishdi. Ahamiyatlisi shundaki, jamoa tarkibining deyarli 70% futbolchilari Qashqadaryo futboli tarbiyalanuvchilari hisoblanadi. Abduvohid Ne'matov, Farruh Sayfiyev, Odil Hamrobekov, Azizjon G'aniyev, Sherzod Nasrullayev, Akmal Mazgavoy, Husniddin Aliqulov Nasaf jamoasi orqali tanilgan bo'lsa, Eldor Shomurodov va Otabek Shukurov Mash'al jamoasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. O'yin qahramoni terma jamoa darvozaboni Abduvohid Ne'matov bo'ldi. U o'yin paytidagi chiroyli seyflardan tashqari penaltilar seriyasida ham o'zini ko'rsatdi. 2 bora raqiblar tepgan penaltini qaytarib, jamoamiz g'alabasini ta'minladi. O'ylaymizki, viloyatimiz klublari terma jamoaga bundan ham ko'p va sifatli futbolchilarni yetkazishda davom etadi. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.